Mana shu videoni ko'p Real Madrid muxlislari eslasa kerak. Ammo shu kichik bolakayga hozir nima bo'lganligini bilasizmi? Avvalambor, jonim futbolim kanalimizga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Ana o'shandagina eng muhim futbol yangiliklardan qolib ketmaysiz. Tanishing Enzo Alves. O'sha mashhur braziliyalik Marceloni o'g'li. Bilasizlar, yaqinda u o'z karyerasini yakunladi va Madrid jamoasi unga chiroyli tarzda rahmat deb aytish uchun uni o'g'li bilan birinchi shartnomani imzoladi. Albatta, u asosiy tarkibga qo'shilish uchun hali o'zini ancha ko'rsatishi kerak. Ammo u atigini 15 yoshda. Qiziqarli fakt, u otasidagi himoyada emas, balkimda hujumda o'ynaydi. Sizningcha kelajakda u kuchli futbolchi bo'la oladimi? Yoki otasi orqali ko'tarilgan bolalar unaqa narsaga qodir emasmi? Telefoningizga chiroyli futbol fonlarini qidirayotgan bo'lsangiz, hoziroq bizni Telegram kanalimizga kiring. U yerda sizga har kuni hech kimda yo'q ajoyib fonlar tashlab turamiz. Iftorlikda esa sizga milliy kolani ichib ko'rishni tavsiya qilaman.